Assalomu alaykum. Ko'p kishiga tushuntiraman, tushunish g'alatida tuyuladi. Chunki masalan, oq nonni ichidagini olib tashlayni deb turib aytaman. Hayron bo'lishadi, u qanaqa bo'ladi deb. Masalan, mana Navoiy non. Hozir olib chiqildi. Navoiy non. Shuni ichidagi mana oq yeri bor-ku, ana shuni olinadi. Olgan paytimizda endi oxirigacha bo'lmasa ham maksimal shu oq yerini olamiz. Oq yerini olib tashlab, buni bitta ustamakidan o'rganganman. Ancha yosh ko'rinadilar, chunki biror marta ichida yoqini yemabdi. Nima qilaymi? Xamirda istagan shakl bersangiz bo'ladi. Mana shunaqa bo'lish kerak. Yo'q, men hozir yumaloq kaptok yasadim. Bundan oldin bunaqa narsa yasadim, nimaligini ham bilmayman. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Turgan bitgani pishmagan xamir.